Mijozlaringiz mashg'ulot paytida dildan gapirib, qaysi ijtimoiy muammolardan ko'p aziyat chekadi? Yagona ijtimoiy muammosi energiyasi. Tamom bo'ldi erkaklar. Tamom bo'ldi erkaklar. 100%. Ovozi eshitilmayapti. Buyrug'i bajarilmayapti. Moliyasi yetmayapti. Harakatlari qadrlanmayapti. Tamom bo'ldi. Go'yoki har bir qilgan ishi borgan sari kam. Albatta tamom bo'ldi. Ishlagan sari yetmayapti. 100%. Gentra olsangiz Malibu ol, Malibu olsangiz BYD ol, BYD olsangiz Gelik ol. Gelik olsang Maldivdan uy ol deydi. Solishtirish. Taqqos. Oxiri keyin qo'l siltadi, nima qiladi? Yurak ritmlari buzildi, qon aylanish buzildi, tan oldi, bo'yniga oldi. Hayotim shu ekanda, undan ko'rasi o'lganim yaxshi degan erkaklarni ko'raman. Deydi. Nima muammo deydi. Energiyam qaytib kelsin o'zimga bo'ldi deydi. U energiyasini qidirib keladi erkak. O'shani sog'ing. O'sha yagona muammo. Quyosh nuri va mehr tafti ila to'yingan. Tabiiylik, sifat va xushbo'y ta'm xonadoningiz fayzidir. Silver choylari, tabiiy ta'm. Agarda loyihamiz sizga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, bildirish tugmasini bosib qo'ying. Yangi suhbatlarimiz chiqqanida sizga xabar berib turadi. Bundan tashqari suhbatlarimiz davomida o'zingizni, fikrlaringizni izohlarda qoldiring, muhokamalarda faol bo'ling. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizga rozimiz. Bundan tashqari kelasi suhbatlarimizda kimni mehmon sifatida taklif etishimizni istaysiz? Bu haqidagi fikrlaringizni ham kutib qolamiz. Agarda suhbatlarimiz sizga haqiqatdan ma'qul kelayotgan bo'lsa, Tirikchilik.uz sayti orqali donat o'tkazishingiz mumkin. Donatlar bizning kelasi suhbatlarimizni amalga oshirishda yordam bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum iymonli qalblar, onlayn keng suhbatlarni davom ettiradi va biz bugun sizga berilgan va'dalarni bajarishda deylik. Uzoq vaqtlik urinishlardan so'ng bo'lsa ham bugungi suhbatimizni reja qilib amalga oshiryapmiz. Fitness trener Ahad aka Xudoyorov bugun bizni mehmonimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat taklif. Loyihamizni ko'rib turganimizdan xursandman. Rahmat. Bu men uchun faxr. Xo'p, boshladik. Oddiy va kirish qismi uchun ozgina tilimizni trenirovka qildirib yuboramiz. Ayni kunda nimalar bilan bandsiz? Har doim qilgan ishim. Z, alfa, Y avlodni jismoniy tarbiyaga targ'ib qilish bilan bandman. Menga shu mas'uliyat yuklatilgan Robbim tomonidan deb o'ylayman. Targ'ib qilaman. Qaysi avlodni mana shu masalada muammosi ko'proq? Alfada. 100%. Endi ularda hozirgi kunda ongini ijtimoiy tarmoq bilan ChatGPT boshqaradi. ChatGPT ruxsat bersa keyin keladi zalga. Ularning xo'jayini sun'iy intellekt 100%. Даже munosabatni ham undan so'raydi. Qalbi yo'qdan qalbi bor qarorni so'rab qabul qiladi. Kulgili, endi mayli, zamon shunaqa. Tendensiya shunaqa. 100%. Hatto yaqinda bir jamoat namozida sun'iy intellekt imomlik qilsa bo'ladimi degan bitta savolni ham so'rashdi. Men hayron bo'ldim juda ham. Dingacha kirib kelayotgan bo'lsa endi. Albatta, Muhammad Ali Eshonqulov, Akmal akam hamma bir tadbir qilganimizda ayni shu sun'iy intellekt o'tgan yili mavzusini ko'targanimizda u ming mukammal ko'ringani bilan qalbi yo'qda. Uni eshitishni o'zi kulgili ashulalarni, u yo'nalishda kuzatishni o'zi kulgili. Unda qalb yo'q u. Unda rahm yo'q, unda shafqat yo'q, unda iymon yo'q. Shunchaki sun'iy intellekt. Endi bunga ergashishi o'zi qanaqadir ma'noda jarohatli katastrofa deb hisoblayman. Katastrofa. Bir kun kelib trenerlik qilish boshlasachi bu Ahad aka? Bu masalada ham ko'p o'ylab ko'rdim. Nima xulosa trenerlik qilishi mumkin. Bir o'tgan yili yuridik institutda hazilomuz gapirganim bor edi suhbatda, balkim kelajakda sudlarni sun'iy intellekt qilishi mumkin dedi. Lekin jinoyatchini almashtira olmaydi sun'iy intellekt, jinoyatchi boshqacha. Bizning yo'nalishda ham xuddi shunaqa bajarishi mumkin. Lekin klassika hech qachon modadan qolmaydi. Klassika har doim o'zini saqlab turadi. U o'ziga xos tarzda abadiy deb bilaman. Baribir vaqtinchalik kirib keladi bu narsa. Insonlarga qulaylik, tejamkorlik bo'lishi mumkin, vaqtinchalik. Endi asosiy savolga o'tamiz. Zaldan kuzatib turib, o'sha siz shogirdlaringizni zalga kelayotganlarni, umuman odamlarni, erkaklarni kuzatib turib, bugungi jamiyatimiz haqida qanaqa xulosalarga kelasiz? Bir-birimizning o'rtamizda уже do'stlik qolmagan.
yoshlar bir-biri bilan gaplashmaydi, tanishmaydi. Biz paytimizda, bizdan oldingi pokoleniya paytida bir-biri bilan suhbatlashardik, tanishardik. Deyarli telefon yo'q edi o'rtada. Deyarli telefon yo'q. Tabiiy dialog, tabiiy uchrashuv. Tabiiy dialog, hamma narsa tabiiy edi. Hozirgi kunda munosabatlar nafaqat sovuq, muzlab ketgan. Go'yoki umuman boshqa millat vakillari mashg'ulotda birga trenirovka qilgandek ko'rinadi menga. Hamma bir-biriga begonada. Вообще. Har kuni shu narsani guvohi bo'laman. Shaxsiy fikr yo'q. Обязательно, albatta meni oldimga kelganda nimadir ichishi to'g'risida spiska berishimni kutadi. Nima ichsam bo'ladi. Nima ichsam o'zgaraman, nima ichsam qo'yaman, nima ichsam hayotimda burilish bo'ladi. Mana shu narsa. Sotib bo'ladi deb o'ylaydi ko'p narsani. Ya'ni umumiy qilib gapirganda hamma narsani sotib bo'ladi deb o'ylaydi. Sotib bo'la olmaydigan narsalar borligini unutganlarni ko'raman. Ko'pmi ular? Juda ko'p. 80%. Yosh avlod Masalan, nimalarni sotib olsa bo'ladi deb o'ylashadi ular? g'ayratini, shijoatini, natijani, orzularini sotib olsa bo'ladi. Fitness klubga mana shunaqa orzu bilan keladi o'ziga xos tarzda, endi o'zgaraman, qadr-qomatlarim, alp o'g'lon bo'laman deb shuni sotib olaman deydi, nech pul bo'lsa ham. Shuni sotib olsa bo'ladi deb o'ylaydi. Bu juda kulgili bu. Uni sotib olishning ilojisi yo'q uni. Keyin uni tushunib yetish uchun u qozonda qaynab ko'radi u atlet. 2-3 oy qaynab ko'rgandan keyin tushunadi. Saralanadi. Men o'tgan yili bir davlat tadbirida bo'lganimda statistika hisoblab berdi. 20 mingga yaqin shogird chiqazganingizni o'zingiz bilasizmi? Yo'q dedim. Lekin 20 mingga yaqin shogirdimdan uzog'i 2 mingtasi qolganini bilaman shu yo'nalishda dedim. Davomiyligini ushlab qolgan. Shuni bilaman. Qolganlari chiqib ketgan baribir. Sraz orqaga qaytdi. Qaytib kelish uchun qaytdi. Baribir qaytib keladi. Pozvonochnik grijasini operatsiya qiladigan doktorlar menda pozvonochnikini davolaydi. Neyroxirurglar, kardiologlar, aritmologlar menda o'zini yuragini, sistemasini to'g'ri ishlab turishini trenirovka qiladi. Ular uje gap operatsiyada emasligini juda yaxshi tushunadigan ilm vakillari, mutaxassislar, albatta. O'shaning uchun qaytib kelish uchun ketganing bilan tabriklayman deyman. Baribir qaytib keladi. O'tgan yili mendan ketgan shogirdlar bu yil qaytib keldi. Nimadir sotib ola oldingmi dedim, yo'q dedi. Bu demak, kirur do'stim. Xabar olib tur o'zingdan. Nimaga ketib qolishadi Ahad aka? Inson har doim hamma narsadan zerikadi onga. Bu ishni keraksiz deb hisoblaydi birinchidan, ikkinchidan men hamma narsani o'rgandim deb o'ylaydi. Inson balkim bir nimani o'rganishi mumkin, lekin uni ongiga signal berib turuvchi mutaxassis yoki do'st yoki birodar yoki ixlos qilgan insoni davay atlet deb turmasa qilmas ekan. Deylik, juda zo'r chempionlarni ham o'zini ustozi bor. Deylik, bitta boksyor juda olimpiyskiy chempionni eng zo'r mutaxassisligiga ega bo'lgan bo'lsa ham, uni oddiygina murabbiy boshqarib turish unga juda muhim ahamiyatga ega. Ongiga signal berib turish. Men bir National Geographic'da ko'rganimda insonni adrenalinini eng katta dozada ukolda urib ko'rdida. Ertasi kuni adrenalin tarqagandan keyin ustozi kelib turib, unga ongiga, qulog'iga gapirdi. Ko'zidan yosh chiqdi-da, ukoldan ko'ra ko'proq urdi. Demak, insonni ongida tabiiy kechadigan jarayon insoniyat yaratgan sun'iy narsalardan ancha kuchliroq. Biz agar bu narsalarni sun'iy narsadan qidirib yuradigan bo'lsak, yutqizdik o'sha kuni. Hamma narsani davomiyligi yaxshi, haligi toshni tomchi teshmaydi, uni davomiyligi teshadi. Uzoq yillar davomida bo'lsa, suv bilan. Конечно. Suv bilan. Xo'p, endi tushunishyaptimi? Masalan, siz aytganlaringizdan keyin sotib bo'lmasligini ko'p narsalarni. Albatta. G'oyibona birodar, g'oyibona aka-uka bo'lib ketganlar, tushunganlar ko'p. Ichkariga kirganlar nafaqat tushunyapti, his qilyapti o'zi. Maza qilyapti. Birinchi olib kirib olaman. Mani metodikam shunaqa. Birpas tayyorlanib oladi. Bugun o'zingni kimliging bilan tanishasan deyman. Qay ma'noda deydi, hozir deyman. 35 minut teginmayman. Innamasdan yuraman, trenirovka qilaman-da, birpasdan keyin уже hansirashni boshlaydi, ko'zini oldi qorong'ilashadi-yu. Yaxshimisan deyman. Charchadim cho'ta deydi. 30-32 yosh orasidagi yigit. Endi senga savol deyman. Ahvoling qanaqa deyman. Tamom bo'pman deydi. Tanishding o'zing bilan. Lekin ongingda zo'r deb o'ylagansan o'zing, to'g'rimisan? Ha deydi. Yoshing nechida deyman? 32 da deydi. Islomda eng kuchga to'lgan yoshimiz necha deyman? 33 deydi. Endi xolisona o'zingga baho berdi, burilib ketaman.
bo'ldi. Olib ketsa olib ketdi, olib keta olmasa yo'q. Men shunchaki sababchi bo'laman shu gapni gapirishga. Shu mutaxassisligim shu. Yaxshi. Agarda loyihamiz sizga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, bildirish tugmasini bosib qo'ying. Yangi suhbatlarimiz chiqqanida sizga xabar berib turadi. Bundan tashqari suhbatlarimiz davomida o'zingizni, fikrlaringizni izohlarda qoldiring, muhokamalarda faol bo'ling. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizga rozimiz. Bundan tashqari kelasi suhbatlarimizda kimni mehmon sifatida taklif etishimizni istaysiz? Bu haqidagi fikrlaringizni ham kutib qolamiz. Agarda suhbatlarimiz sizga haqiqatdan ma'qul kelayotgan bo'lsa, Tirikchilik.uz sayti orqali donat o'tkazishingiz mumkin. Donatlar bizning kelasi suhbatlarimizni amalga oshirishda yordam bo'lishi mumkin. Xo'p, bugun siz bilan jamiyatimizdagi muammolar, xususan erkaklik inqirozi haqida gaplashmoqchiman men. Erkaklikning qanaqa inqirozi? Nafaqat jismoniy inqirozi, uni ruhiy inqirozi, uni huquqiy inqirozi haqida ham ozgina gaplashmoqchiman. O'zi umuman erkaklik inqirozi deganda birinchi siz nimani tushunasiz va jamiyatimizdagi bu inqirozga nima sabab? Avtoritetdan nimagadir erkaklar yo tushyapti yoki tushirishyapti. Albatta o'zimiz sababchimiz. Любой insonni xatolariga uni dangasaligi, uni beqarorligi, uni ikkilanishi, uni keyinga qoldirishi sabab bo'ladi. Deylik, o'zimni misol qilib gapirganimda, menga ham yoqadi o'zimni ustimda ishlamaslik. Butun vaqtimni oilamga tikib, Ko'ngil xohlagan narsamni yeb, maishatda endi to'g'ri halol maishat. Lekin hamma narsani me'yori yaxshi. Oltin o'rtalik. Zolotaya seredina deydi. Ana o'sha narsani biz qilsak, biz disiplinada yashasak, bizni disiplinamizga qarab, biz xohlagan insonlar bizga kerakli hurmatni ko'rsatishni boshlaydi. Ularning kimligini erkaklarning o'zi yaxshi biladi. Baliq boshidan deydi. Bosh nimani o'ylasa, bo'yini o'sha yerga buriladi. Ana o'sha narsa o'zimizda deb o'ylayman. Inqirozimiz, endi inqiroz emas, shunchaki hozirgi kunda ozgina gerdayib gapirishimiz uchun o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak bo'lgan vaqtni bekorga o'tkazib qo'yganimizga jim o'tiribmiz. Ko'pchilik erkaklar. O'tkazmaganlar o'zlari biladi, ular gapirishi ham shart emas. O'tiradi o'sha. Ular alohida masala. U alohida masala. Menimcha, men o'ylayman, erkaklarga qaraganda oxirgi yillarda ayollar ko'proq ilm oldi. 100%. Va shuni hisobiga biz jim bo'lib qoldik. Endi ular ilm olish masalasida imkoniyati keng. Oldindan o'zi o'qigan informatsiyalarimda qiz bolani tafakkuri bizdan ko'ra kuchliroq va tezroq rivojlanadi. Bu tabiiy hol. Endi boshqaruvchilik bizga berilgandan keyin biz har tomondan mukammal bo'lishi ilojisi yo'q bo'lsa ham harakat qilib turishimizni ular hurmat qiladi. Ularni ham noligan videolarga e'tibor berib qaraymanda qanday turdagi erkaklardan noliydi. Hammadan emas ular ham. Yo'q. Ayni ular noligan erkaklarni ham erkaklarning ichida ko'p yurganim uchun deyarli har kuni ertalab soat 7 dan 11 gacha oxirgi 5 yildan beri erkaklarning ichidaman. Ko'raman. Ayni kuchsiz qatlamni 70% tashkil qiladi. Kuchsiz qatlamni o'zi nima xohlashini bilmaydi. Deylik, meni yetakla deb qo'lingizni berdingizda yetaklashni bilmaydi. Естественно, undan noliydi, nima qilish kerak? U ham bir marta yashayman, nima qilaman deydi. Ketsa aybdor. Ketmasa umr g'animat. Gapirsa yomon. Nima qilsin? Ijtimoiy tarmoqda baqirib ko'radi, qarasa o'ziga o'xshaydiganlar ko'p. Haligi insonni ongi bitta narsani 17 marta takroran eshitsa haqiqat deb o'ylar ekan, ketdi bir-birini qo'llab, shunaqa ko'payib ketib qoldi. Massaviy. Даже haq erkaklar ham yopilib ketib qolishni boshladi. Nohaqlarning fonida. Nohaqlarning fonida. Keyin erkaklar bir-birini qo'llab-quvvatlamaydi ijtimoiy tarmoqda. Nega shunaqa? Kam ham o'tiradi, qo'llab ham quvvatlamaydi. O'zim ishim bilan band yuraveraman deydi. Bu xato narsa. Masalan, men har doim jon-jahdim bilan to'g'ri targ'ib qilinadigan videolarni juda ham qattiq qo'llab-quvvatlayman, himoya qilaman. Mana eng kamida repost qilib, like qilib, komment yozib ketishga harakat qilaman. Men shu narsani oxirgi bir 5-6 oydan beri endi boshladim. Kim qilganidan ahamiyati yo'q. Конечно, bizning farzandlarimiz hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda qaysi videoda ko'p like bo'lsa, shuni qaytarishga harakat qiladi. Bu tabiiy hol, ularning ongini shu boshqaradi.
Masalan, o'tgan yili bitta podkastda aytgan gaplaringiz ham juda katta rezonansga sabab bo'ldi Ahad aka. Men o'sha video tarqalganda eng birinchi qilgan ishim shuni to'liq ko'rib chiqish bo'lgan. Bu siz oldingizda o'zimni oppoq ko'rsatishga urinish emas. Endi meni xarakterim shunaqa, to'lig'ini ko'raman. Chunki o'zimiz ham kontent chiqaramiz, biz bilamiz. Xulosa qilishdan kes tarqatilgan nima oqibatlarga olib kelishi mumkinligini juda yaxshi bilganimiz uchun to'lig'ini ko'rmaguncha xulosa qilmayman dedimda, to'liq ko'rib chiqdim. Va u yoqda yomon gap yo'q edi o'zi aslida. Agar men erkakligimni ko'rsatsam, yomon gap yo'q. Masalan, yomon gap qachon bo'ladi? Hamma erkak menga o'xshash kerak, shunaqa qilinglar desa mumkin emas. Mani hayotimda xuddi shunaqa sistema gapirilmaydi, bajariladi. Agar gapirilgisi kelmasa, marhamat. Vazifalar bajariladigan joyda men cho'tki vazifa bajarib qo'yaman. No gapirilish shart emas, chunki gapirishni hamma biladi. Lyuboyni qo'ldan keladi. No, o'sha paytda qanaqa emotsiyalar bo'ldi sizda? Meni kulgim keldi. Men даже o'zim rafiqam bilan o'tirib, "Men bularni qara" deb savol berdim-da. Endi ayol sifatida bular nima demoqchi desam, "Siz tushunmadingiz adasi" dedi. "Tushuntirib berchi" dedim. Ularni logikasi. Sizni hozir bunaqa o'zingizni tutishingiz oldidagi erkakni ko'zini ochilishiga sababchi bo'lganini bilgani uchun sizga nisbatan hujum boshladi. Aslida sizni pozitsiyangiz to'g'ri, sizni viqoringizni o'g'lida ko'radi, sizni viqoringizni orzularingizda ko'radi, ishonchingizni ko'radi. Lekin yonidagi qulay bo'lgan erkakni ko'zi ochilib qolishidan qo'rqib, bu noto'g'ri deb video qilishni boshladi dedi. Lekin buni ko'rgan erkaklarning ko'pchiligini ham ko'zi ochilib ketdi. Bunaqa erkaklar ham keldi oldimga. O'zgarish bo'ldimi turmushingizda? Albatta dedi. Men boshqaruvchi emas, xizmatkorga aylanib qolgan ekanman dedi. Meni xizmatkorga aylanib qolishim farzandlarimni ham xizmatkor bo'lib qolishiga sababchi bo'lishini tushundim dedi. Yashang, boshqaruvchi bo'lavering dedim. O'g'illarimiz bizni aytganimizni emas, bizdan ko'rganini qiladi, andaza oladi. Qizlarimiz bizda haqiqiy erkakni ko'rsa, oldiga haqiqiy erkak keldimi, kelmadimi ajrata oladi. Viqorli bo'lib turavering dedim. Bizni qanchalik viqorli bo'lib turishimiz qizlarimizni viqorli erkakni saralashga yordam beradi. Bizni qanchalik podkablushnik bo'lib turishimiz podkablushnikni o'ziga qabul qilishiga sababchi bo'ladi qizlarimiz. Meni dunyo qarashim shunaqa. Xo'p, hozir sizning gapingizdan men xulosa qiladigan bo'lsam, podkabluchniklar ko'p, lekin o'zini shunaqaligini bilmaydi. Bilmaydi. Qattan biladi. Misol uchun biz siz bilan men hozir oilamizni gapirmaymiz, zapadlo. Mumkin emas. To'g'ri? Va ayollar har doim eri to'g'risida gapiradi. Erim bunaqa rang kiyadi, bunaqa soch qiladi, men bunaqa qiladi, erim buni olib keldi. Bu normal holat. Ular birinchi bajarib, keyin o'ylaguvchilar. Biz birinchi o'ylab, keyin bajaramiz. Normal hol. Ayol shunaqa bir-biri bilan gaplashib o'tiradi eri to'g'risida. Bizda uyat hisoblanadi. Biz bilmaymiz u. Endi unaqa erkakni hayotiga shunaqa o'tib kelgan bo'lishi mumkin. Uni ham aybi yo'q. U ham shuni ko'rib katta bo'lgan. Albatta. Misol uchun bir shogirdimning onasi bundan 2 oy oldin kirib keldi oldimga. Sizga rahmat demoqchiman dedi. Nega? Dedim. Namangandan ekan. Meni hayotdagi qilgan qarorlarim turmush o'rtog'imni mensimasdan undan ustun bo'lganim meni o'zimga rohat bergan ekan, lekin bugungi kundagi o'g'limga travma bo'libdi dedi. Xo'p, qay ma'noda travma bo'libdi dedim. O'g'lim 3 oydan beri sizga keladi, o'zgardi dedi. Qay ma'noda travma bo'libdi, onaganam tushuntiring desam, hozirgi kundagi o'g'limni ayollarga bukilishini ko'rib hazm qila olmadim dedi. Qalbingizdan kechgan hisni tushuntirib beraymi sizga dedim. Tushuntirib bering dedi. Demak, keliningiz kirib kelsa, keliningizga bosh egishini ko'rib qiynalishingizni tushundingizmi dedim. Ha dedi. Nega siz bosh egmadingiz unda sultoningizga dedim. Shuning uchun meni kechiring, uni mendan so'ramang dedim. O'tirdim resepsiyonda. Sultoningizdan so'rang dedim. Balkim u Alloh alam men sababchi bo'laman sultoningizni yana sulton deb ko'rishga vaqtingiz bor. Keyin o'g'lingiz haqiqatan sulton qanaqa bo'lishini ko'rgandan keyin o'zini sulton tutadi dedim. Lyuboy ayolga sulton viqordagi erkak kirib kelsa, itoat qilib mamnuniyat bilan xizmat qiladi. Sulton sifatidagi erkak bu moliyaviy, moddiy har tomonlama unga o'rnak bo'lib, uni boqa oladigan erkak deb hisoblayman. Endi shunga yarasha latta erkaklarni ham ko'zim ko'rdi. Ustimdan yozib berganlarni ko'rdim. Elementarniy narsalarga ariza qilib berganlarni. Bu masalan bitta erkak yonimga kirib keldi, trenirovka qildirtirdim, 12,5 kilo gantel ko'tartirdim, 2 kundan keyin uchastkovoy chaqirdim. Meni majburan 12,5 kilo ko'tartirib, qo'llarimga og'riq berdi. Endi u erkakning ayoli qanchalik qiynalishini men tasavvur qildim. Chunki meni oldimda pasportda erkak, fitrati ayol o'tirdi. O erkak emas, yana bitta erkak ustimdan yozib berdi. Nega razdivalkada erkaklar juda ko'p ekan, yechina olmayapman dedi. Okey, ayollarda razdivalkasida yechining aka dedim. Shunga yozib berdi. Pulimni qaytarib bering deb.
Qonunida o'zi pul qaytarib berilmaydi zalga to'la o'qiganda. Erkaklar juda ko'p ekan dedi. Ular har xilni mana mendan so'rang. Men ko'raman, doktor ko'radi, urolog ko'radi. Men endi doktorgacha bo'lgan birinchi qadam-ku, ular yechinganda ko'rasiz, gaplashasiz, charchaganda ko'rasiz, kortizol pastligida, balandligida, dopaminda har xil holatda ko'raman, uvering gapiraman shuncha. U qanaqa Ularning ham har xili bor. Bundan 2 yil oldingacha men faqat erkaklarni tarafini olardim. Nega? Ularni ichiga kirib turib har xilini o'rganmasdim. Bir xil deb bilardim. Keyin 2 yil davomida nima uchun bunchalik bizning onalarimiz, singillarimiz bunchalik g'azab otiga minishdi dedimda, bularni o'rganishni boshladim, boshqaruvchilarni. Keyin boshqaruvchilarning ham ichida sortlari bor ekan. har xil turi. Har xil tur. Keyin xulosa qilishni boshladim. Eng yomonlari siz ko'rgan? Onani boshqaruvida bo'lganlar. Infantil. Endi infantil emas, bu biz o'zi hammamiz infantillik qalbimizda bor. Lyuboy erkak Men u ma'noda aytmadim. Masalan, siz onasiz ham qaror qabul qilishingiz kerak bo'ladigan vaziyatlar ko'p-ku bu yo'q, ana o'sha narsani olib qo'ygan. O'sha narsani berib qo'ygan onasiga. Olmagan hech qachon. Olmagan hech qachon. Bilmaydi. Men sartaroshxonada bir marta ko'rganman. 30 dan oshgan erkakni bitta onasi yetelab kelgan. Men boshida ozgina ruhiy kamchiligi bor deb o'ylaganman, lekin unaqa emas edi. Ko'zim oldida sartaroshga onasi tushuntirib ketgan. Mana bunaqa qilib olasiz, mana bunaqa qilib olasiz, mana bunaqa qilib olasiz. Qaytib kelgunimcha tayyor bo'lsin deb. Men boshida shu ozgina bir avariya bo'lganmi, nimadir deb o'ylasam, yo'q, soppa-son normal erkak. Normal, prosta u video rolik ham chiqqan-ku, onani kindigini kesmagan boladan yuraveradi. Multfilm. Ergashib ham. Bu ergashib yuraveradi. Baribir yosh o'tgandan keyin zamon o'zgaradi, o'ziga xos tarzda yangiliklar kirib keladi-yu, baribir onani aqli yetmaydigan joylar bo'ladi. Ana o'shalar eng xavflisi, eng bizda demak onalarimizda ham yaxshigina ayb bor ekan. Yo'q, u ham baribir otada bo'ladi boshqaruvchi. Ota ola olmagan vlast. Shuning uchun o'tgan podkastimda mana bunaqa provokatsiyalarga uchib qolmanglar, hurmatli singillarim dedim. Ya'ni qaysi kelinni oyligini berish kerakmi deb turib so'rab yotibdi-yu, qanaqadir ayollar. Erkagi ustun xonadonlarga borib so'rasin. Erkagi ustun xonadonga hech qachon kelin bo'lib kelmaydi, qiz bo'lib keladi. Ke qizim deydi. Qaysi qaynota kelinni oyligini olmaydi hayotda? Normal qaynota hech qachon olmaydi. Конечно, normal qaynota olmaydi. Erkagi ustun xonadonda. Buni o'zim uyimni ham misol qilganman. Mani uyimda dadamni gapida hech qachon onam kelinga nisbatan biron bir qaror qabul qilinmasdi. Dadam nima desa shu narsa yopilardi. Shu narsa hozir menga o'tgan. Bo'ldi. Hamma qarorni men qabul qilaman. Ayol kishi hech qanday qaror qabul qila olmaydi. O'shaning uchun juda uzoq o'ylab keyin qaror qabul qilaman. Fikrlarni inobatga olib, bo'lishib, eng qulayini, eng xavfsizini. Qulay deganda ularga emas, o'zimga va xavfsiz. Misol uchun baribir ayol kishi emotsiyaga berilib ish qiladi, qaysidir joyda kalta o'ylab qo'yadi, xavfini sezmaydi. Chunki ular ko'chada o'smagan, ko'chani xavfini biz bilamiz. Ular otasini qaramog'ida, uyda serialda ko'rib, kitoblarda yovvoyi hayotni bilmaydi. Yovvoyi hayotni yo'q deb o'ylaydi ular. Masalan, oddiy klubga borgan ayol kishini qalbida yomonlik yo'qda, shunchaki o'ynaydi. Biz klubni qanchalik uning xatolarini, fahshlarini, urushlarini, xiyonatlarini ko'rganmiz, etdan asrashga harakat qilamiz. Uni tushuna olmagan ayol zulm hisoblab qo'yadi. Nima meni o'sha yerga jo'natmayapsan deydi. Ana o'sha yerda erkakning sal tafakkuri bo'lsa, shuni tushuntirib qo'yish kerak. U narsani tushuntirish uchun erkak ozgina u maktabni ko'rib kelish kerak. U maktabni ko'rishga agar ona qarshi bo'lib bormaysan deb yopib qo'yadi-yu, bu klubga targ'ib emas. Bir xatosini ko'rib kelish kerak erkak. Bir xatosini ko'rib, kaltak yeb, sayoq yurgan tayoq yeb keladi-yu, o'shani ko'rib kelgandan keyin tushuntira oladi. O'tir, mahbubam, mana bu joyda mana bunaqa, bu joyda bunaqa desa, ha deydi. Chunki chiroyli qilib gapirilibdi. Ayol oqim, uni to'xtatishi ilojisi yo'q. Oqimni to'xtatsa toshib ketadi daryoga. Yo'nalish berish kerak. Yo'nalish qilish kerak qirg'oq bo'lib. Bunday ko'lab bu yoqqa. Robbim chiroyli gapirib qo'yibdi-yu, ojiza. Boshqar. To'g'rilayman, sen sindirib qo'yasan deydi. To'g'ri. Xo'p, mana mijozlaringiz mashg'ulot paytida dildan gapirib, qaysi ijtimoiy muammolardan ko'p aziyat chekadi? Yagona ijtimoiy muammosi energiyasi. Tamom bo'ldi erkaklar. Tamom bo'ldi erkaklar. 100%. Ovozi eshitilmayapti. Buyrug'i bajarilmayapti. Moliyasi yetmayapti. Harakatlari qadrlanmayapti. Tamom bo'ldi. Go'yoki har bir qilgan ishi borgan sari kam. Albatta tamom bo'ldi. Ishlagan sari yetmayapti. 100%. Gentra olsangiz Malibu ol, Malibu olsangiz BYD ol, BYD olsangiz Gelik ol. Gelik olsang Maldivdan uy ol deydi. Solishtirish. Taqqos. Oxiri keyin qo'l siltadi, nima qiladi? Yurak ritmlari buzildi, qon aylanish buzildi, tan oldi, bo'yniga oldi.
Hayotim shu ekan. Undan ko'rasi o'lganim yaxshi degan erkaklarni ko'raman. Deydi. Nima muammo deydi. Energiyam qaytib kelsin o'zimga bo'ldi deydi. U energiyasini qidirib keladi erkak. O'shani sog'ing. O'sha yagona muammo. Xo'p, buni faqat ayollar qildimi? Yo'q. Kim qildi unda? Ya'ni erkaklarning energiyasini kim sindirdi? Endi bilasizmi, o'zi kecha bir informatsiyada Epstein fayllarini bittasiga ko'zim tushdi-da. Sizga sir emas, Epstein fayllarini ko'rib turgandirsiz. Albatta. Biz albatta erkaklarni suvlariga iste'mol qiladigan mahsulotlariga progesteron gormonni ko'taradigan ximikat moddalarni qo'shib, ularni jamiyatdagi mavqeini, obro'sini pasaytirib sindiramiz dedi. Demak, bizni o'zimizni samootsyenkamiz pasayishiga ayollar emas, turmush tarzimiz, odatlarimiz sababchi bo'ladi. Deylik, bitta erkak uyga kelib turib, fast food, shilpildoq oshib, yotib, televizor ko'rishga ketqizgan vaqtini akkuratniy jismoniy tarbiyaga ketqizsa, u gapira olmagan so'zlarni ko'rsatgandan keyin yonidagi itoatkori u qilgan disiplinani ko'rib itoat qilishni boshlaydi. Bu meni fikrim. Hech kim hech qachon bir-birini prosta takka hurmat qilmaydi. Qilgan amallaridan ko'rinib turgan ishlarni ko'rib, disiplinaga qarab hurmat qilishni boshlaydi. Bo'lib ham erkak kishini hech qachon shunchaki yaxshi ko'rishmaydi. 100% hurmat so'rab bo'lmaydi degani shu narsa. Hurmat so'rama deydi. Shunchaki kerak bo'lgan ishlarni, buyurilgan, ko'rsatilgan ishlarni, tavsiya qilingan ishlarni qo'lingdan kelgancha bajargin, u hurmat qiladi. Bo'ldi shu. Xo'p, nega maqsadlarimiz tez o'zgaradi? Masalan, BYDdan keyin yana nimadir. Nimaga biz hozir o'zimizda bor bo'lgan narsalarni kayfini his qilmaymiz? Halovat qidirib. Halovat qidirib? Albatta. Biz faqat halovat qidiramiz uyga borganda. Ovozi o'chsin deb bir nimani olib berasiz. Mana shu yerda kimdir rahbari ham shu bo'ldi, mana shu urushib bermasin deb turib 2 soat qolib ishlab berasiz. Biz faqat halovat qidiramiz. Halovat qidirib maqsadlarimiz ham o'zgaraveradi. Chunki biz o'zi fitratimizda juda oddiylikni yaxshi ko'ramiz, bilasizmi? Choyxonani ham eng oddiysida o'tirsak maza qilamiz. Bizga restoran begona. Shuncha tabiiy bo'ladi. Begona, bu shu erkakning fitrati. Shunaqa. Biz agar jim yashaversak, halovatimizni olib qo'yib, david qilaversa, baribir erkagimizda bo'ldi, mana shu narsani olib bersam, jim o'tirasanmi deymiz. Bu normal holat. Bu bizga maktab, bu bizni o'stiradigan o'ziga xos tarzda taktika. Inaqda bizni o'sib ketishimizga ayollar sababchi bo'ladi. Xohishlarda ham mantiq bo'lish kerak-ku. Xronologiyada ham to'xta, bu kecha ma'minga erishdi. Balki ozgina dam olib, keyingi anaqasiga o'tib olish kerak. Balki o'zini ozgina yig'ib olish kerakdir orada. Endi bunaqalarni menimcha ijtimoiy tarmoqda ko'rmaymiz. Ular itak halovatda yashaydiganlar. Ular muammo qilib ko'tarib chiqadi. Deylik, bitta yigit menga yozadi-da, faqat gap puldami? Ahad aka, pulni yaxshi ko'rmaydigan qizlar bormi? Bor. O'ta kuchli soliha qizlar bor. Lekin u soliha qiz sandan shunaqangi solihlikni so'raydi. Qur'onni mana shu joyda qanaqa yozilganini bilasanmi? Desa javob bera olasanmi? Albatta javob bera olmaysan. U boylikdan kechgan. Shunga yarasha qori yigit bo'lib oldiga kirib bora olasanmi? Yo'q deydi. Bo'ldi, demak tafakkuringni darajasiga yarashasi keladi. Yarashasi keladi. Qabul qil deyman. Yo pul top, yo ilm ol. Ikkalasi ham bo'lmasa, o'sha odam o'zidan xafa bo'lish kerak-da. Yo bilet kerak, yo tafakkur kerak. Bilet senga sen xohlagan baxtni berishga sababchi. Mana shu Benjamin Franklinni bilet deb hisoblayman-da men. Biletni olding, stol ustiga qo'yding, rol o'ynash boshlanadi. Hayot katta teatr. Seni yaxshi ko'radigan odamlar seni yaxshi ko'rish to'g'risida rol o'ynab beradi. Kim soqqasini to'lasa, DJga o'sha muzikani zakaz qiladi deydi. Xo'p, o'zi erkakning birlamchi vazifasi siz uchun nima? Pul topishmi yoki ma'naviy tayanch bo'lishmi? Haqiqatda o'zi ikkalasini ham o'rtada olib ketish kerak. To'g'ri, ko'prog'i bo'lish kerak-ku. Hozirgi zamondami pul topish. Ma'naviy tayanch xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham vaqtdan bo'lmayapti, internet bo'lib turibdi. Undan sal chalg'itish uchun internetning ma'naviy tayanchini asosi bu pul bo'lib turibdi-yu, pulni topsangiz ma'naviy tayanchda eng cho'qqisidagi erkak ko'rinasiz. Vau, meni erim mana shunaqa deydi. Qiluvlaringiz sho'xlik bo'lib ko'rinadi, to'g'rimi? Endi siz pul topgan haq har doim hozirgi zamonda.
Endi albatta pulni qanaqa yo'l bilan topish ham muhim. Haloldan topib haqqa Halolidan topish haqida gaplashyapmiz biz shunchaki. Haligi bor-ku, kambag'al odam boshqasi bilan yurib ketsa xotini, siz kimlar ilakishib yuribsiz" deydi. Boy odam boshqasi bilan yurib ketsa xotini bilib qolib, Bu "Siz megajin kimlar mani ilakishib erimni yuribdi?" ilintirdi deydi. Mani Yaxshi. erim ilintirdi. U sizga achinmaydi. U siz bergan komfortni bergisi kelmaydi. Va O'zi kim hech bilandir qachon- bo'lishgisi kelmaydi. Конечно. Siz ham o'zi insonga achinmaysiz. Inson sizga bergan komfortni hisoblab sog'inasiz. Deylik, bitta biriktirildi, ayol bilan turmush qurdingiz. U sizga shu darajada komfort berishi, kiyimlaringizga qarashi, sizga har xil shirin so'zlar bilan ovqatlaringizni qilib qo'yishini sog'inasiz. O'zini emas, odatlarini sog'inasiz. Sizga Demak, hech biz qachon- muhitni ko'proq qadrlaymiz. Hamma shunaqa. Meni nazarimda. Hamma muhitni qadrlaydi. O'zini tutishiga qaraysiz. Sizni hozir oldingizga model qiz kelib turib ham fitrati o'g'il bolaga o'xshab gapirsa, sizga uni tashqi ko'rinishini qizig'i yo'q. Oddiyroq, odmiroq qiz kelib turib, mana bunaqa deb gapiradigan bo'lsa, уже taxminan siz o'zingizniki qilishga harakat qilasiz. Deylik, turmush qurishga bo'lgan birinchi uchrashuvda. Taxminan harakat qiladi. Xo'p, ayolli iqtisodiy mustaqil bo'layotgan davrda erkakni oiladagi o'rnini qanday ushlab qolishimiz kerak? Mana ayollar ham bugun pul topyapti. 100 yil oldingi o'zbek jamiyatidagi ayollar o'rni bilan hozirgisining mutlaq farqi bor. 100 yil oldin, masalan, ayollarga ishlash mumkin bo'lmagan, ko'chaga chiqish mumkin bo'lmagan, ommaviy axborot vositalari bo'lmagan, masalan, buni kinolarda ham, asarlarda ham, tarixiy faktlarda ham ko'rishimiz mumkin. Bo'l, siz tushundim. Ayol uchun oila bu himoya qo'rg'oni bo'lgan. Farzand ham, er ham shunaqa. No, bugun unaqa emas. Bugun farzand ko'rish oila qurmasdan ham mumkin. Tabiatan kuchsizligini tushuntirib berish unga. Tabiatan kuchsizligini pul bilan kuchli qila olmaydi ayol kishi. Masalan, kechqurun ko'chada yura olmaydi. Ming puli ko'p ayolni ko'ring, cho'chiydi. U tabiatan ojiza u. Bo'ldi, uni o'zgartira olmaydi. Ishongani baribir o'zimizni himoyachi organ xodimlari erkak kishi bo'ladi, to'g'rimi? Ular himoya qiladi deydi. Biz tabiatan himoya qilamiz. Shu narsani tushuntirish. Chunki bir xil ayollarimizni ham qo'liga ko'p pul kirgandan keyin ozgina baribir shayton inson ruhiyatiga qattiq ta'sir qiladi-da. Davay, endi mustaqilsan, kuchlisan, ket deydi. Ayollar bizga go'zal sabr bilan berilgan, lekin kuch yo'q ularda. Ular jismonan kuchli emas. Ana shu jismoniy kuchdan sani puling har doim ham hal qila olmaydi. Bu xatoligini tushuntirish. Keyin tarbiyada otani o'rnini gapirib turish. Ana o'shanda iqtisodiy misol uchun rivojlanish bo'lsa, ayol kishiga bo'laversin. Masalan, meni ota-onam ham o'qituvchi bo'lishgan, har doim o'rtada bo'lgan, farzandlarga qilingan investitsiya bo'lgan oylik. Yomon bo'lishmadi, Xudoga shukr. No, nimaga ozgina ko'proq pul topganda erkin bo'lishga harakat qiladi ular? Shayton ruhiyatiga kiradi-da. Gap faqat Chunki endi ruhiyatga ta'sir qiladi. Baribir jamiyatda bir-birimizni kuzatamiz-ku, ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi baxtliman deb turgan ayollarni 1,5 minutlik rolikiga ergashib oladi-da. Illyuziyaga. Illyuziya bu narsa. Miyada o'ylab topilgan narsalar. No, baxtli ayol qanaqa bugun? Baxtli ayol internetda o'tirmaydi. U bilmaydi u hozirgi kunda jamiyatda bo'lib turgan kashalarni. Ana o'shanisi baxtli deb bilaman. Bu gapingiz uchun juda ko'p ayollar hozir sizni hate qilishadi lekin. Balkim. Chunki hozir internetda o'tiradi juda ko'pchilik. No, любой ayol, любой inson, не то что ayol. Hech nimani bilmasdan yashasa mazza qiladi. Asadbekni Shaytanatda eng oxirgi kitobda Tohir Malikda bilasizmi, nimani orzu qiladi? Joni uzilishidan oldin bu dunyoga cho'pon bo'lib kelsam bo'lmasmidi deydi. Seyli bir mafiya. Hamma narsadan chetda alohida tinch. Yagona dardi qo'y to'ysa bo'ldi. Men shunaqa deb o'ylayman. Bir ayoldan so'rashgan ekan, sizni baxtliligingizni qachon ko'ramiz? U kuni meni internetda ko'rmaysiz degan. Men shunaqa, bu meni dunyo qarashim. Hate qilgan taqdirda ham hammasi demayman, dunyo qarashimni gapiraman. Masalan, ayollarga qanaqadir darsliklar sotishadi, psixologlar yoki yana boshqa o'zini sohasini mutaxassislari. Kimdir ayolni jo'natadi, kimdir jo'natmaydi, kimdir jo'natib yaxshi bo'lib ketgan, kimdir jo'natib yomon bo'lib ketgan. Bunaqa holatlar haqida qanaqa keyslar bor sizda? Mijozlaringiz orasida bormi shu narsalardan kuyganinglar, shu narsalardan yaxshi bo'lib ketganlar? Oilasida. Ikkalasini ham ko'rdim. Endi bu psixolog vijdoniga havola. O'zi birinchidan вообще-то psixolog eng qulay narsa psixologik travma olgan ayol. Bu uni rizqi. Xirurgga jarohat olgan inson, bu uni rizqi. Masalan, manikini oladigan bo'lsak, tegini основаниясini ko'rsangiz, hammani figurasi, qorni yaxshi bo'lib qoladigan bo'lsa, kasbimni o'zgartirishim kerak.
Demak, o'ziga xos tarzda vijdonan yondoshadigan psixolog bo'lsa, faqat plyusga ishlagan. Lekin endi san mana bunaqasan, albatta ajrashishing kerak, bunaqa qilishing kerak deb turib, o'zini faqat ozodligini gapirsa bunga insonga, lekin farzandlarga haddan tashqari ozodlik noto'g'ri ta'sir qilishini gapirib tursa, mayli mana bu yerda ering sal xato qilgan bo'lsa, men bularni boqib turish qanaqa, tarbiya berib turish yaxshimi, ichib chekib urmayaptimi desa, ha desa, mana shu tarafiga ko'z yumib tur, keyin bulardan ko'ramiz deylik. Deylik, o'zimni oilamdan olib qarasam, hamma oilada xato bo'ladi. Mani otamni qattiq qo'ligiga onamni sabr qilganlari bugungi kunda men onamni xizmatlariga to'la to'kis bel bog'lashimga sababchi bo'lgan. Chunki men onamdan emas, otamdan hayiqardim. Va bu yaxshi narsa. Albatta, onam hozir Antaliyada dam olib keldilar. Yana endi ikkinchi joyga jo'natamiz, hajlarga jo'natdik, otamiz roziligini oldik. Aka-ukani oqibati yaxshi. Otamizdan hayiqib turganmiz. Bugun hayiqishmayaptimi deyman-da unda. Endi uni ovozini o'chirib tashlagandan keyin qattan o'zi hayiqtiradigan energiyani o'zi ham qolmadi shekilli. Kinolarimizda ham shunaqa. Endi siz ko'rasizmi-yo'qmi? Men soham shu bo'lgandan keyin ba'zi bir paytda o'sha novellasini ham ko'rib qolishga majbur bo'laman. Novellada ham erkak kishi hech narsani hal qila olmaydigan obrazda ko'rsatiladi bugun. Endi boya bir multfilmlar to'g'risida informatsiyani ko'rdim. Hamma multfilmda deyarli 70% da faqat qizlarni kuchli qilib ko'rsatyapti dedi. Oxirgi Bu provokatsiya. Ha. Qiz bola men kuchliman degan joyda bolada уже instinkt tug'iladi. Kuchli bo'lsang o'zing eplab ol. Lekin men kuchsizman. Meni har qaraganingda menga onang, singling, opang kabi ko'rganda meni himoya qil. Bilmayman qanday himoya qilasan, qanday umr ko'rsatasan, lekin javobgarligi sani bo'yningga desa, haqiqiy yaxshi erkakning qalbiga tekkandan keyin harakatni boshlaydi. Sen erkak emassan, men sendan kuchliman deversa, любой erkak qo'l siltaydi. Battar bo'ladi, bor deydi. Unga ham umr bir marta berilgan. Men senga o'zimni topshirdim, omonatingman, lekin oxiratda sendan so'raydi meni desa, seskanadi erkak. Demak, tushuntirishni ham bilish kerak-da bir-biriga. Erkak kishi yig'lamaydi, dardini ichiga yutadi deymiz-ku. Shunaqa birovdan bekitadi yoki yig'lasa, ko'rsatmaydi ko'z yoshini. Xuddi shu narsa erkaklarning vohli kasal bo'lishiga sabab bo'ladimi? Конечно. Erkak kishi ham yig'lab turadi baribir. Yig'lab turish kerak, chiqazib turish kerak. Masalan, men qabr boshiga borganimda yig'lab turaman. Musiqalarni eshitganda ota to'g'risida, ozgina xatolaringiz to'g'risida, kechikkanlaringiz to'g'risida o'ylaysiz, ko'z yosh to'kasiz. Bu tabiiy hol. Biologiya gapirgan joyda adabiyotlar jim turadi. O'shaning uchun biologik yondoshib turaman aka, meditsina sifatida. Ichiga yutaversa, juda tez ketib qoldi erkaklarimiz. Yigit yoshda ketib qoldi. Hozir 50 yosh desa mana o'ziga qanaqa ko'rinadi? O 50 ga yetibdi, молодец deb qo'yasiz. 60 desa уже tamomiy tayyorlanish kerak. 70 уже ko'rinmayapti. Oldin 75 edi. O'sha paytda ham farzandli bo'lgan. 90 oylar bo'lgan. Uni qarang qanchalik xotirjam bo'lgan. Eplagan. Ijtimoiy tarmoq bo'lmaganda, faqat harakat qilgan, uxlagan, dam olgan. Miya boshqa narsa bilan band bo'lmagan. Uyga kelganda halovat bo'lganda, chunki halovat beradigan insonning miyasiga qo'shimcha provokatsion informatsiyalar kirmagan. Ovqat qilib qo'yish kerak. Ovqat yeydi, ikkalasi bir-biri bilan hazillashib, o'zini aloqasini qilib uxlaydi. Ertasi kuni hamma ish-ishiga tarqaydi. Shunaqa qilib turib 7 talab tuqqanini ko'raman. Hozir 3 ta tug'di desa, menimcha kimdir neto o'shatdi. Yo 3-bola, yo ona. Mahallamda shunaqada, mana masalan, men o'zimni otalarimda 6 ta, bu yoqda 7 ta, bu yoqda 8 ta, bu yerda minimum 5 ta. Mana shu mahallaning o'zida katta-katta dadam tengi nimalar, amakilar, akalarga qarab so'rashaman-da. Bu xotirjamlik ekan baribir. Hamma narsa gipofizadan boshlanadi deydi, miyadan. Ana o'sha xotirjam. Hammasi tinch bo'lsa. Hammasi tinch No, bo'lsa. keling, hamma uchun balki buni ham bilmaydigan odam bordir. Halovat nima haqiqat aka o'zi? Mana boydan biri eng ko'p aytayotgan Boriga qanoat qilish. Boriga qanoat qilish. Albatta. Deylik, men современный tilda tushuntiraylik, yoshlar tushunmaydi, kattalar tushunib bo'ldi. Deylik, meni qo'lim hozir 50 santimetr deylik, 60 santimetrlik bola bilan solishtiraversam halovatim yo'qoladi. Deylik, men bugungi kunda minib yurgan mashinamni samolyoti bor oligarx bilan solishtirsam kasallik darajasiga olib kelib qo'yadi. No, qanoat qildim. Zato 45 masku dedim. Xotirjamman. 3 ta krossovkasi bor bola 5 taniki bilan solishtirish shart emas. Yetadi 3 ta. Qanoat qildi, halovat bo'ldi. Halovat o'sha yerda boshlandi. Oilada ham xuddi shunaqa deb hisoblayman. Kirib keldi-yu oyoqlari bilan. Kolyaskada itarib kelganim yo'q, boriga shukr. Ovozi chiqib tursin, baqir-chaqir qilib tursin. Ertaga meni ovozim eshitilmaydi-da, o'g'lim 16 ga kirgandan keyin. Shularniki eshitiladiki,
hozircha qanoat qilib turaylik, xolodilnikda mayli 5 kilo go'shtmasdir, 1 kilo. Halovat boshlandi. Keyin o'zi bir-biriga suyanish boshlanadi. Hozir shundan uzoqlashdik. Juda. Juda. Qiz bola tarbiyasi haqida ham qiz bola tarbiyasida otaning roli qanaqa bo'lishi kerak bugun? Ya'ni bugun nafaqat ijtimoiy tarmoq, sun'iy intellekt boshqarib turgan paytda. Eng zo'r obrazets bo'lish kerak. Eng zo'r obrazets bo'lishi kerak. Albatta. Eng zo'r ota bo'lib berish kerak. Uni oldida hech qachon chekish kerak emas. Keling, mani o'zimni, otamni qilgan taktikalari. Hech qachon bizni oldimizda chekmaganlar, hech qachon bolaligimizda, o'sha yoshimiz ulg'aygandan keyin shunda ham darvozadan tashqariga chiqib, ko'chada chekib gaplashib turardilar men bilan. Singlimni oldida emas. Hech qachon bizni oldimizda so'kinmaganlar, hech qachon bizni oldimizda onam bilan baqirishmaganlar. Alohida xonada gaplashishganlar. Obrazets. Har doim harakatda bo'lib turganlar, mana shunaqa bo'lgan. Demak, men hozirgi kunda tavsiya qilardim otalarga, naobarot zo'r qahramonni shakllantirib, qahramon tanlashiga maktab bo'lib berish kerak. Ikkilanamizda, agar biz hozir o'zimizni tashab qo'yib, energiyasiz qorin qo'ygan, chekib, ichib mana bunaqa yotadigan erkak bo'lsak, shu normal erkak ekanda deb o'ylab, ertaga tegadi xuddi shunaqa. Plankasi shu bo'ladi. Albatta. Keyin bu normalniy erkak, mana normalniy erkak qanaqa bo'ladi deb turib ijtimoiy tarmoqda chiqib keladida normalniy erkak. Aslida bu ham nenormalniy emasdir. No, buni ko'rsatib beradi-yu. Buni ko'rsatib beradi. Cho'ta tanlovda adashdim shekilli deydi. Boshlandi g'urbat. Endi bandada, ojiz bandamiz, baribir xayolimiz bir xil payti ketib qoladi. Zerikib qolamiz yoki qanaqadir xato qilamiz. O'shaning uchun birinchi biz o'zimiz bo'lib bersak, birinchi muhabbatini ideal ko'radigan bo'lsa, luboy solishtiradi. Adamga o'xshaganiga tegaman deydi. Adamga o'xshagani qanaqa ekansiz, bunda ko'rsatadi mana. Birinchi baribir o'zimiz bo'lib bersak zo'r edi. Bizda boshqa Xarizmatichni. go'zal qilib Robbim bizga bergan boshqaruvni. Va ko'p aytaman, qizlaringizga gul sovg'a qilib turing. Xo'p, qaynona va kelin, men bu savolni sizga albatta berishim kerak. Qaynona va kelin mojarolarida erkakni balans ushlashi haqida. Ya'ni bu yoqda onasi, bu yoqda xotini, bir xil paytda qochib ketadi, ikkalasidan ham bor o'zlaring hal qilolaring deydi, qochib ketadi. Bir xil payt buni tanlasa bu, buni tanlasa bu. Xohlasangiz sizga har doim shunaqa qilaman. 2 oy oldinmi, 1 oy oldingi olgan videoyim ham bor. Uni hal qo'yganim yo'q. Sizga tashab beraman, xohlasangiz qo'ying. Mani ayolimni onamga qilgan muomalasiga qarab, ikkalovlariga bir xil gul olib kelaman. Sen onamga qanaqa muomala qiladigan bo'lsang, xuddi shunaqani men senga beraman. Men bunga oynaman deyman. Keyin iloji boricha men bilmaydigan narsalarni onam sen bilan bo'lishsinlar. Menga gapirishing shart emas. Dugona bo'lib ol deyman. Munosabat shu. Balansni ushlash masalasida kelsak, gapirib bersa bo'ladimi? Bir kun bitta yigit keldi. U juda mashhur yigit. Ismini aytmasangiz bo'ladi. Yo'q, mashhur yigit kirib keldi oldimga. Birpas zalda aylandida. Bu bola zalga kelmaganini bildim. O'zi baquvvat bola edi. Uning o'zini ilmi bor. Ozgina suhbatingizni olsam maylimi dedi. Mayli, o'tiring. Bitta masalada maslahat so'ramoqchiman dedi. Ayolim onamga ko'p gapirmang deb gapirib qo'yganiga quloq solib qo'ydim dedi. Quloqim tushdi dedi. O'tiring dedim. Kelin qaynonaga ko'p gapirmang. Ko'p gapirmang qo'yganiga qulog'i tushgan. Siz dedim, boshqa hech qanaqa gap gapirmadingizmi dedim. Yo'q dedi. Endi jim turing dedim. Masalaga boshqa tarafdan ham qarang dedim. O'g'il sifatida emas, erkak sifatida chiqib tashqaridan qarang dedim. Balkim onangiz ham qachonlardir qaynonasiga shunaqa gapirgan bo'lishi mumkin, qaytar dunyo dedim. Ikkinchidan, hech kim hech qachon qaynonasini o'zini onasidek ko'rmaydi. Xuddi siz qaynonangizni o'zingizni onangizdek ko'rmagan. O'gayga o'xshab tutmang dedim. Uchinchidan, ayollar ishiga aralashmang dedim. Qarab turdi, aralashmang. Sizga onangiz kelib jalba qilmadilarmi? Yo'q dedi. Demak, o'zlari biladilar. 4-dan, vaqti kelganda eslatib qo'ying. Nimani eksang, shuni o'rasan. Bir kun kelib qulog'im tushdi, lekin ertaga o'g'lingiz bormi desam, bor dedi. Kelin kelganda, mabodo bitta narsa deydigan bo'lsa, kelinimga hech nima demagin. Keyinchalik dedim. Hozir yonib turganda kerak emas dedim. Masalani dedim, to'g'ri oling dedim. Chunki meni uyimda ham masalan hali Xudoga shukr bo'lmagan bo'lmasin, bo'lib qoladigan bo'lsa, tashqaridan qarayman. O'g'il sifatida ham, er sifatida ham emas, tashqaridan xolis qarayman. Xolis qarayman. Men qaynona, qaynatam bilan bir nima sistemalar bo'ladigan bo'lsa, kuyov sifatida emas, kelimda tashqariga chiqib erkak sifatida gaplashamiz deyman. Xuddi shunaqa narsalar.
tashqaridan qarashi albatta balansda xolis odam sifatida bo'lishi tavsiya qilaman. Chunki hech qachon bitta xonadonga inson baxtsiz bo'lib kelaman demaydi. Janjal qilaman Ajrashib ketaman deb ham kelmaydi. ikki qo'ldan chiqadi. Xo'p, erkak kishi uy ishlarida xotiniga yordam berish kerak deb hisoblaysizmi? Erkak kishi masalan qaysi uy ishlarida? Bali, shunga bitta voqea gapirib beray. Buni ham по-моему heyt qilsa kerak ayollar. 2 kun oldin, 12 kun oldin onam bilan Turkiyaga kuzatib bordik, saharda. Aeroportdan qaytishda ayolimga yur mashinada aylanamiz. Gelikda dedim. Bir payt aylanib yuribmiz, Oybek tarafga yetganimizda muzikani baland qilib sekin pasaytirdi. Adasi qaysi tarafda yuribmiz dedi. Keyin o'zi bilasanmi, hayotda eng baxtli ayol eri bilan yurganda qaysi ko'chada yurganini bilmagan ayol dedi. Aslida ayol uchun qaysi pavorotda svetofor borligi, qayerda gai borligini bilish og'ir his tuyg'u. Buni erkak bilish kerak. Erkakda dedim, ishonch bilan topshirganda ayol maza qiladi dedim. Eslataman, adangni qo'llaridan ushlab yurganingni qatga borish ahamiyati bormi dedim. Yo'q dedi. Ishongansan, to'g'rimi? Ha, bo'l. Menga ishon, uyga boramiz dedim. Erkakni baxtliligi qanaqa deganda, erkakni baxtliligi kuxnyada kosani topolmasdan to'polon qilishi, kiyimlarni qayerga taxlanganini bilmasdan to'polon qilishi deb hisoblayman. Buni o'sha ayol qilib qo'yganda, u uni vazifasi. U o'zini borligini bilib Erkak kishining bu narsalarni bilmasligi normal. Zo'r. Og'ir ishlar, erkakning ishlari bor-ku, nimani qotirish, men uni Nimadir kontentlarimni ham qo'yganman. Erkakning ishini qilish kerak. No, men bu endi dazmollab, ovqatlar qilish, menimcha ayolning o'ziga ham неприятно o'ziga, aralashmang adasi, boring deydi. Tushunarli. Uni kayfi. Xo'p, kuchli ayollar erkaklarni zaiflashtiradimi yoki zaif erkaklar ayollarni kuchli bo'lishga majbur qiladimi? Bilaman, ikkalasi bir-biriga, no, ko'proq qanaqa hozir siz uchratayotgan keyslarda? Insonni faqat so'zlar zaiflashtiradi. Oq varaqqa otilgan dog'lar. Hech qanaqa kuchli ayol erkakni zaiflashtirib qo'ymaydi. Ikkalasi birga kuchaysa ham bo'ladi. Yoki zaif erkakni bironta kuchli ayol kelib kuchaytirib qo'ya olmaydi. Uni o'zi qalbiga, tabiatiga, fitratiga singib ketgan bo'lsa bo'ladi. Mana shu so'zlar noto'g'ri otilsa yomon. Xatolar mana shuni qilib tashlaydi deb o'ylayman. Atak bir-birini hech kim hech qachon o'zgartira olmaydi uni. Dunyoqarashini ham bir-biriga shakllanib bo'lgan bo'ladi. Shakllanib bo'lgan, fundament bor ish. Baribir ota-onadan kelib chiqadi zaif yoki kuchli bo'lish. Fundament ularda. Fundament. Xo'p, bitta kommentariy yozadiganlar haqida savolim bor edi menda. Divan diviziyasi deb atasak bo'ladi buni. O'sha yerda o'tirib olib armiyada bir ishlayotgandek ko'rsatishadi. Ya'ni internetda ular istalgan odamni haqorat qila oladi, istalgan odamga komment yoza oladi, lekin hayotda o'zini rasmini bekitgan yoki yana nimadir de real ko'rishib hech narsa qila olmaydi. No, kommentlarda onadan so'kishgacha kelishadi, haqoratli qilishadi va menimcha, men kuzatganimga ko'ra, ularning orasida erkaklar ko'proq. O'zi hayotda erkaklarni kommentda yozgan har bir gapi bir-biriga otilgan tosh yolg'on. Jumada turganimizda birodar sezamiz yonimizligini. Hech ham yomon ko'rmaymiz. Janozada ham hech ham yomon ko'rmaymiz. Даже domla baqiradi, qanday odam edi deydi. Butun vujudingiz bilan yaxshi odam edi, hatto dushmaningiz. Xohlab aytasiz. Bu shunchaki yolg'on. Bunga e'tibor berish o'zi ham kulgililigini keyin tushundim. Haqiqati boshqa yo'q. Bu narsaga men e'tibor bermayman masalan. Chunki men qilib turgan ishlarim unga ziyon yetkazmaydi. Foyda berishini bilaman. No, savol siz e'tibor berishingizda emas, ular shu narsani qilishida haqiqatga. Bu o'sha narsa bilan o'zini xursand qiladi, nimadir qildim men deb hayotda. Hamma o'zini aqlli ko'rsatgisi keladi jamoani ichida, ajralib turgisi keladi. Bu shu yo'lni tanlagan bo'lsa baxtli bo'lsin. Ular juda ko'pchilik. Men kecha ham ko'rdim-ku, jamoaviy bitta sistemaga yopishib oluvdi futbol masalasida. Qarasa bu tarafdan yechimi chiquvdi, bitta bola zo'r hazil qilib chiqdi, sarkazm. Hurmatli negativlar, o'zinglarni bosinglar, tez orada yana bitta mavzu topamiz, endi bu yoqqa yopishamiz dedi. Xuddi bir-birimizni kutib turamiz-da, tamom qilishga. Xatolarimizni poylab turamiz. Albatta. Yutuqlarni gapirish azob beradi-da ularga, chunki unda yo'qligi uchun. Xato shunaqangi mazza narsa, unda kamchiligini topib oldim deb o'ylayman. Hasadchi millatmiz bu shunaqa. Biz millatimiz hasadchi emas. Ba'zi bir qaysidir qatlami shunaqa. Bizning millatimiz juda buyuk bo'lgan, ajdodlarimizni o'qib, ko'rib o'tiramiz.
Juda ham buyuk insonlar bo'lgan. Endi bunaqa qatlam hammada bo'lgan. Misol uchun Imom al-Buxoriyga borganimizda, hatto Samarqandga qaytib, Buxoroga qaytib borganlarida aynan o'zini ustozlari, o'zlarini hamkasblari fitna qilib, negativ qilib ketkizib yuborgan. Chiqazib yuborishgan. O'sha payti ham bo'lishgan. O'zimiznikilarni yedirish. Bu qatlam shunaqa. Boya aytdingiz-ku, qanaqadir g'alatilar qatlami. Bo'lib turgani ham yaxshi, chunki yaxshini ajrata olmaymiz. Filtrda Filtr bizga eslatib turadi, bu ham bir maktab. motivatsiya ham beradi. Albatta. Bir xil payti o'qib, yaxshi bilim bilan yashab tursangiz, mana shunaqalarni ko'rmay tursangiz, "По-моему, noto'g'ri yashadim" deb o'ylaysiz. Bularni tashqaridan bitta ko'rib olasizda, Xudoga shukr, yaxshi ekanman deysiz. Erkaklarning o'zini salomatligiga bee'tibor bo'lishiga qandoq reaksiya bildirasiz? Bilaman, bunga qarshisiz. No, bizada erkaklar ko'pincha farzandini, onasini, otasini, ayolini doktorga olib boradi, mazasi qochib qolsa, erkak-ku endi himoya qilish kerak, sog'ligini, salomatligini saqlash kerak. No, o'ziga kelganda unaqa ahamiyat bermaydi. Bu juda noto'g'ri ish deb hisoblayman men. O'zidan pul qizg'onadi deylik, mana shunaqa qilsak, menimcha to'g'riroq bo'lsa Albatta. kerak. Pul topuvchi bu inson. Bu insonga bitta narsa yiqiladigan bo'lsa, pullar juda birpasda tugaydi. Keyin undan ham battar o'zi o'ylagandan ham ko'proq aziyat chekadi oila a'zosi. O'zi birinchi o'chiritda o'zini qo'yib erkak. Bu to'g'ri egoizm. O'zini sevib, o'ziga qarab yaxshi bo'lib turishi oilasiga xotirjamlik beradi. Deylik, zamonaviy tilda takoy inamarka bo'lib turishi oilaga xotirjamlik beradi. Oila u bilan maqtanadi, oila faxrlanadi, oila xotirjamlik sezadi. Erkak azob chekib kechasi bilan ohu-voh qilib, belim og'ridi, yuragim og'ridi, sanlardi deb bo'ldi deb gapirishi azob beradi oilaga. Undan ham ko'proq oila azob chekadi deb o'ylayman. U yaxshi qarab, o'ziga jismoniy tarbiyalar bilan bo'lib yuradigan erkaklarni ko'raman. Hech qanday oilasida muammosi yo'q. O'zini stabilligini ushlab turish. Albatta, birinchi o'chiritda baribir o'zini yaxshi ko'rish kerak. Bugungi yosh erkaklar nimadir bo'lib qolsa O'zbekistonni himoya qilishga tayyor deb o'ylaysizmi? Tayyorlari zo'r, zo'rlarini ko'raman, albatta tayyor. No, 39 million odamdan kelib chiqib. 39 yarmidan kelib chiqib, yarmi ayollarligini olib tashlasak. Tayyorlari ko'p. Tayyorlari yo'q bo'lsa ham, mana shu tayyor bo'lganlarni o'zi sudrab ketadi. Sudrab ketadi. Yetaylik. Yur, albatta. Oldimda tur deb sudraydiganlari bor. Davay deydi. Oldimda tur deydi. Ja qarash olmasang ham avtomatni ko'tarib turib bo'ldi deydiganlari bor. Shunaqa bolalarni ko'pini ko'raman. Shunaqa krugda yurganman. Xudoga shukr, shunaqa aurani ichida yuraman. Yaxshi aura ekan. Yaxshi aura. Xo'p, ikkita an'anaviy savolimiz bor Ahad aka. Har bir kuzatuvchimiz o'qishi sharti bilgan 3 ta kitobingiz. Agarda loyihamiz sizga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, bildirish tugmasini bosib qo'ying. Yangi suhbatlarimiz chiqqanida sizga xabar berib turadi. Bundan tashqari suhbatlarimiz davomida o'zingizni fikrlaringizni izohlarda qoldiring, muhokamalarda faol bo'ling. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizga rozimiz. Bundan tashqari kelasi suhbatlarimizda kimni mehmon sifatida taklif etishimizni istaysiz? Bu haqidagi fikrlaringizni ham kutib qolamiz. Agarda suhbatlarimiz sizga haqiqatdan ma'qul kelayotgan bo'lsa, Tirikchilik.uz sayti orqali donat o'tkazishingiz mumkin. Donatlar bizning kelasi suhbatlarimizni amalga oshirishda yordam bo'lishi mumkin. Fotuh Duman nafs. Bugungi kunda sotilayotgan kasalliklar. Uchinchisiga Denzel Washingtonning bir zo'r gapi bor-da. Insonlar va vaqt eng yaxshi kitob. Men ikkita kitob bilan mana shu insonlar bilan vaqtga qo'yib berishni tavsiya qilaman. Yetadi. Har bir kuzatuvchimiz ko'rishi shart deb bilgan 3 ta kinoingiz. Yo'q, kino masalasida umuman aralashmayman. Men ko'proq kino masalasida aynan o'zimga kerakli emotsiyani olish uchun bolaligimdan triller, o'ziga o'xshagan bayviklarni ko'raman. Masalan, ayturing, farqi yo'qmi? Men Leonni ko'raman. Jean Reno. Jean Reno, zo'r kino. Juda ham yaxshi film. Bir adashmasam 16 martacha qayta ko'rdim. Men ham bir 8 martacha ko'rgan bo'lsam kerak. Da. Keyin Ozodlik. Anaqa Mel Gibson. Ozod Irlandiya. Sher yurak. Ha. Uchinchisi bizda Yaratganga shukr. Wow. Hammasini ma'nosi. Hammasini ma'nosi kuchli setayotgan kinolar. Endi kino masalasida buni ko'ring deya olmayman. Yaratganga shukr, menimcha o'zbek kinosi tarixidagi eng top 10 ta kinodan bittasi bo'lsa kerak. Shunaqa. Xo'p, followerlarimizdan kelgan savollar bor Ahad aka. Javob beramiz. Oxirida bitta nisbatan sizga ma'qulrog'ini eslab qolishingiz kerak. O'sha savolning egasiga bitta kitob hadya qilamiz. Qamar kitob do'koni nomidan boshladik. Iste'dod va mehnatdan qaysi bir uzoq muddatda ko'proq natija beradi? Mehnat. Nega? Yildan yilga tajribangiz oshib boraveradi.
Iste'dod siz bilan u qalbingizda, miyangizda yuraveradi. Mehnat yildan yilga уже bosimini oshiraverasiz, nagruzkasini oshiraverasiz. Shuning uchun mehnat hisoblayman. Muvaffaqiyatga erishish uchun nimalardan voz kechdingiz yoki nimalarni qurbon qildingiz va yana Odatlarimdan voz imkoni kechdim. bo'lsa shunaqa qilarmidingiz? Odatlarimdan voz kechdim. Masalan, Kamroq uxlaydigan bo'ldim. Kimdandir najot kutishni bas qildim. Yo'qchiligini pesh qilishni rivojlanishga, ya'ni endi yo'qda endi rivojlanishga sharoit kerak deyveraman-ku, kulgili gap ekan. Aslida rivojlanishga 4 ta kitob, ko'chadagi jismoniy tarbiyani o'zi bilan o'zimni o'nglab olib, insonlarning ichiga kirib, rivojlangan insonlar bilan tajriba almashib, ulardan keyingi bosqichga ish so'rashga yetar ekan. muhimi qo'zg'alib olish. Albatta, odatlarni o'zgartirish. Xo'p, shu savoldan kelib chiqib, demak, kimdandir umid kutish hali ham katta yoshdagi odamlarda ko'p, to'g'rimi? Bor. 25 dan keyin. Ha, 100% kutib o'tiradi. Robin Hood kutishadi. Kimdan kutasan desa o'zi bilmaydi. Robin Hood kutadi. Endi sharoit yo'q deydi. Qachon sharoit yaxshi bo'ladi desa, men yoshlarning ichida ko'p yuraman. Bilmadim deydi. Bu Robin Hood kutish deyman men, современный tilda. Xuddi qattandir chiqib keladi daraxtdan, uni qutqarib qolib, unga qanaqadir uylar Sharoitlar qilib beradi. Sharoitlar qilib berib, mana soliha qilsanga endi yashayver, hech ham pul kerak emas deydi. Uni nazarida. Mana bu Gelenwagen sanga benzin ham quyib turamiz har kuni. 100 benzin. Shunaqa deb. Xo'p, sizningcha kuchli tana qurish qiyinmi yoki kuchli xarakter? Kuchli xarakter. Nega? Kuchli tana nima u? Faqat takrorlashlar asosida shakllanadigan narsa. Uni jinni ham qila oladi. Boya siz aytgandek gey ham qila oladi. Xarakterchi? Xarakter bu bolaligidan shakllanib keladi bu. Otalarimiz bizga qilib berilgan ssenariy asosida. Bor огородga ko'zimga ko'rinma. Haligi qaysidir qiziqchi gapirganlarda oyoq kiyimlarini ko'rsak qo'rqib ketardik deydi. Shu xarakter shakllanish. Alloh alam otalarimizni o'tganlarini oxirati obod, tiriklarini umrlari uzoq bo'lsin. Bular juda kuchli taktika qilishar ekan. Otadan otaga o'tib keladigan meva. Bekorga qattiq qo'l bo'lishmas ekan. Albatta. Qiyin bo'lsa ham. Ha. Oila munosabatlarida erkak dominantlikni yo'qotmaslik uchun nima qilish kerak? Endi u agar otadan o'rganib kelgan bo'lsa, otadan o'tib kelgan bo'lsa, uje foydasi yo'q nima qilishdan qat'iy nazar. Harakat qilsa ham ushlab qola olmaydi. Yo'q, foydasi yo'q. Meni nazarimda. Uje umuman foydasi yo'q. Chunki yo'g'i fundament. Zardevoringiz qanchalik zo'r bo'lsin, g'ishingiz, shlakoblok, sementingiz qanchalik krutoy bo'lsin, fundament yo'q bo'lsa yiqiladi. Bu baribir bir-biriga o'tib keladigan narsa oiladan oilaga. Xo'p, stand-upda aytilgan gap butun umr davomida dieta qilib, sport bilan shug'ullanib, ya'ni qiynalib uzoq umr ko'rgandan xohlagan narsasini yeb maza qilib yashash yaxshi emasmi? O'zi maza qilib yashash bir kunda qorinsiz, menimcha, meni nazarimda xotirjam, kortizolsiz, dofaminga ko'milib yashash. Dofamin bu xursandchilik gormonlari pochka ostida ishlab chiqadigan deylik, meditsina tomonidan. Buni mediklar biladi. Buni faqat jismoniy mehnat orqali olasiz. Osh yoki shilpildoq yeyish bu menimcha 20 minut mazza beradigan proses, keyin 7 soat kekirtirib qiynaydigan og'riq. Bu insonlar qo'sh tirnoq ichida o'zini o'zi xursand qilib, xotirjam qilishi, dangasalik sistemasida yashash. Kortizolni tushirish yoki kamaytirish uchun eng samarali usul Jismoniy mashq. Jismoniy mashq. Meditsina tan oladi. Qanaqadir tabletkalar ichib yuradi-yu, kimdir kortizolimni tushirishim kerak ko'payib ketgan bu narsalar Xuddi kalkulyator sotib olsam, pulim ko'payib ketadi degandek gap. foyda bermaydi. Yo'q, albatta. Avvalambor har doim insonlarga baxt haqida eslatib turganlar uchun rahmat. Insonni vazni normada bo'lsa, lekin doim shu vaznda qolishni xohlasa ham qattiq dieta qilib, to'g'ri ovqatlanish kerakmi yoki shunchaki normal hayot tarzida ham vaznni o'zgartirmaslik Bo'ladi normal hayot tarzida. Qorin to'yish uchun yemasa, bo'ldi. Me'yorda. Deylik 6 ta shashlikka qorin to'yadigan inson 2 tani yeb o'rnidan turib ketsa ham yetadi. U baxtli. Demak, kubik chiqishi uchun emas, qorin chiqib ketmasligi uchun harakat qilamiz. Современный tilda men shogirdlarimga gapiraman. Kachok bo'lib qolish uchun emas, sachok bo'lib qolmasligi uchun shu yerda bu yetadi deyman. Kachok erkak kerak emas. Kachok erkak kerak emas, lekin sachok bo'lib qolmagan, g'ayrati, shijoati, energiyasi bor erkak hammaga kerak deyman. Ahad Xudoyar boshqa oila, boshqa muhitda, mutlaqo boshqa sharoitda tug'ilganda hozirgi Ahad Xudoyar bo'larmidi yoki boshqacha deb yozishdi. Endi bunisini bilmadim. Buni faqat Robbimga aytdim. Muhitda qanaqa ta'siri bo'lgan? 100dan 100. Demak boshqacha bo'lar ekan. Albatta. Boshqaruv otada bo'lgandan keyin boshqaruvga qarab intilganman. Mas'uliyat mandaligini his qilib, xatolarda keraklicha to'xtovlarni qilib xato qilganman. Tiyilishni bo'ynimga olganman. Chunki mas'uliyat sanda deganman. O'zi xato qilish bu normal narsa-yu. Biza nimaga maktab ko'pchiligimiz xato qilishdan qo'rqamiz yoki bizani men ko'rgan metodlarda, u oilamda emas, boshqalarda ko'rganman, bolasi xato qilishdan qo'rqib katta bo'lgan.
endi Musasini gapi bor-ku, o'lim senga do'st emas bo'lsa ham dushman. Musasini mana bunaqa gapi borda. O'lim senga dushman emasligini bilgan kuningdan boshlab xotirjam yashaysan deydi. Xato qilishda ko'pchilik mana shunaqa eng chuqur joylarigacha o'ylab yuboradi-da, buni maktab qabul qilmaydi. Xuddi bo'ldi, o'limgacha olib kelib qo'yishi mumkin boshqa deydi. Bu maktab deb qabul qilib, me'yorda xato qilib turish yaxshi deb bilaman. Bizda jamiyatda bosimi bor-da, xato qilganligiga nisbatan. Kimdir xato qilib qo'ysa, ommaviy toshbo'ron qilamiz-ku, yo'qol bizadan emassan deb. Men ham ko'p xato qilganman. Hammasi menga maktab bo'lgan. Naborot xatolarimni eslayman, yutuqlarim esimda yo'q. Xatolarimni har safar eslab kulaman. Mana bu joyda mana bunaqa bo'lgan ekan, bu yerda bunaqa bo'lgan ekan dedi. Xatolarim menga ko'proq ehtiros beradi. Ichingizda saqlagan sirni kimdir bilishidan qay darajada qo'rqasiz deyishibdi. Ichimda saqlagan sir kimdir bilishidan? Endi bu sirni menimcha baribir Robbimdan boshqa hech kim bilmaydi-yu, qolgani hammasi pulga. O'zi sotishganmi siringizni? Yo'q. Sotishgan. Mana shu narsa bo'lmagan. Yaxshi, bo'lmasin. Ilohim. Qaysi kundan boshlab haqiqiy o'zingizni kashf qilgansiz? Вообще-то emotsiyalari bilan. 7-sinfligimdan boshlab, 7-sinfligimda qo'shnimizdan Muzaffar degan yigitdan 7,5 ming so'mga qarzga bo'lib to'lashga gantel olib kelib, banimizni yechinadigan xonasida Tatarin o'rtog'im Albert bilan birinchi toshni ushlab ko'targan kunimdan boshlab shu narsa menikiligini his qilganman. Buning uchun otamdan juda ko'p gap eshitganman, qarzimni bo'lib to'laganman, lekin shu narsani gap eshitsam ham qo'y molim boqib kelib qilardim oxirigacha. 7,5 ming. Chunki meni haqiqiyim bor edi. Nechinchi yilda bu? 7-sinfligim bo'lsa, adashmasam 2002. 2002. Dadam rahmatli meni har xil sohaga yo'llab ko'rganlarda, bozorga, mol bozorga chiqib, qo'y boqib, chorvachilik, dehqonchilikka, quruvchilikka, qaysi sohaga bo'lsa, ozgina kirgizib ko'rganlar, lekin shu soha menikini bilganim uchun ana ishlarni ham qilib kelib, buni ham qilardim. Gap eshitardim, lekin qilardim. Endi bu Sirdaryoda ko'pchilik o'sha sohalar bilan tirikchilik qilgani bilan ham bor, to'g'rimi? Albatta. Ya'ni omma shunaqa. Uyimizda oldin mol bozor bo'lardi-da, o'sha yerda raskrutka qilardi bolalar. Xo'p, farzandingizga hayot haqida faqat bitta maslahat qoldirish imkoniyati bo'lsa, qaysi maslahatni berardingiz? Eng qimmat. Hayot hech kimga yaxshi hayotni va'da qilmagan. U faqat mehnatingni taniydi. Seni hissiyotingni, настроениеңni, orzularingni emas, mehnatingni ko'radi. Shuni tan oladi. O'zing qurasan xullas. Albatta. Siz qilgan odatingiz qaysi? Bitta pozitsiyada davom ettirishim. Masalan, Mehnatni oddiy qabul qilishim. Bu bir wow charchoq emasda, oddiy qabul qilish. Qiyin emas. Yo'q, oddiy. Hayotni qiyinlashtirmasdan. Albatta. Telefonda bo'lmagan paytda do'stlaringiz bilan o'tkazgan qaysi lahzani bugun ham sog'inib eslaysiz? Coca-Colaga futbol o'ynaganimiz. 1 litrli kolaga 3-4 ta mahallani bolalari 5-6 ta komandaga bo'linib 1 litrli kola uchun jonimizni jabborga berib o'ynardik. Elyor degan o'rtog'im men bilan Xayrullo to'rtta bo'lib o'ynardik. Stadion yo'q edi. Stadionni ham ketmon bilan chopib chiqib, chiziq qilib, ustidan ohaklarni to'kib o'zimiz uchun qilib o'ynadik. Eng zo'r momentlar. Hozir o'ynab turasizlarmi? Endi уже yosh o'tdi, даже ko'rishishimiz ham kamayib ketdi. Ko'rish ham kamayib ketdi. Sizni nima o'zingizdan ketmasligingizni ta'minlaydi? Sport. Kambag'alligimni ham eslatib turadigan, kasalligimni ham eslatib turadigan, kimligimni ham eslatib turadigan narsa bu jismoniy mehnat. Shu savollarning orasida birortasi esingizda qoldimi? Boyagi filmda 3 ta. Yo'q, undan keyin u o'zimniki edi. Bu savollarning ichida eng esimda qolgani, endi hammasi yaxshi savol ekan deb hisoblanadi, birontasini o'zimda ushlab qolganim yo'q. Bittasini tanlab bering. Deylik, mana shu futbolni bering. Okay. Bolaligimni eslatdi hissiyotim. Bo'ldi. Xo'p, bizda blitz savollar bor Ahad aka. Sizdan bo'ladigan talab va iltimos qisqa, lo'nda va haqiqati bilan javob berishingiz kerak. Quyosh nuri va mehr tafti ila to'yingan. Tabiiylik, sifat va xushbo'y ta'm xonadoningiz fayzidir. Silver choylari, tabiiy ta'm.
Agarda loyihamiz sizga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, bildirish tugmasini bosib qo'ying. Yangi suhbatlarimiz chiqqanida sizga xabar berib turadi. Bundan tashqari suhbatlarimiz davomida o'zingizni fikrlaringizni izohlarda qoldiring, muhokamalarda faol bo'ling. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizga rozimiz. Bundan tashqari kelasi suhbatlarimizda kimni mehmon sifatida taklif etishimizni istaysiz? Bu haqidagi fikrlaringizni ham kutib qolamiz. Agarda suhbatlarimiz sizga haqiqatdan ma'qul kelayotgan bo'lsa, Tirikchilik.uz sayti orqali donat o'tkazishingiz mumkin. Donatlar bizning kelasi suhbatlarimizni amalga oshirishda yordam bo'lishi mumkin. O'zingiz yaxshi ko'rasizmi? Albatta, o'zini yaxshi ko'rmaydigan odam hech kimga kerak emas hayotda. Siz uchun umri shakari nima? Mehnat, Odamlar eng ko'p nimangizni o'g'irlashdi? vaqtim. Sizni pul boshqaradimi? Yo'q. Qismatingizga oshiqmisiz? Yo'q, albatta. Sizni bir umrga o'zgartirgan gapni kim aytgan? Otam. Kimdir sizni qarg'aganmi? Yo'q. Siz kimnidir Yo'q, hech qarg'aganmisiz? qachon. Zamon aynidimi yoki odamlar? Odamlar. Kechirish qiyinmi, unutishmi? Endi albatta kechirish qiyin. Aha. Kundalik ehtiyojlar sizga xo'jayinmi? Yo'q. Kimni sog'inmagan kuningiz yo'q? Otam. Oxirgi paytlarda nimadan charchadingiz? Jismoniy tarbiyaga targ'ib qilishdan-da. Aha. Iffatsiz ayol xavflimi, ilmsiz erkakmi? Endi menimcha hech kim onasidan iffatsiz bo'lib tug'ilmaydi yo iffatli bo'lib, bu tarbiya asosida shakllanadigan xato deylik. Tarbiyani boshida albatta biz turamiz, ko'pincha ilmsiz erkakni qilgan taktikasidan iffatsiz ayol shakllanadi. Demak, ilmsiz erkak deb hisoblayman. Bu hayotda eng ko'p nimani qadriga yetmadingiz? Otam bilan birga bo'ladigan suhbatda. Qiynalib katta bo'ldingizmi yo katta bo'lib qiynaldingizmi? Qiynalib katta bo'ldim. Odamlarga ishonishda ikkinchi imkoniyat berib ko'rasizmi? Endi Robbim kechirimli, biz kimmiz? Pulli zarurati kislorod bilan bir xilmi? Deyarli. Sizdan yuz o'girgan kishilarning suhbatiga intilganmisiz? Hech qachon. O'lgan orzularingiz orasida eng kattasi qaysi? Rahmatli otam bilan ayni jismoniy mashqda sport zalda hech qachon bo'lisha olmaganman emotsiyasini. Birinchi marta qachon katta bo'lganingizni jiddiy his qildingiz? Otamni qabrlariga qo'yib, yuzlarini qiblaga burib, tepaga chiqqanimda. Qaysi ishni qilishga kecha erta edi, bugun endi kech. Aynan otam bilan o'rtadagi hurmat, o'ziga xos distansni ozgina yig'ishtirib, otamni orzulari nimaligini bilardim. Armonlari to'g'risida gaplashishi, do'stona suhbatlashishi o'sha bugun kech, kecha ertadek tuyuldi. Bu hayotga qay jihatdan mag'lub bo'ldingiz? Endi albatta otam uzoq yashaydi deb ishonib qo'ydim-da. Tushkun holatga tushib qolsangiz, odamlar ichiga kirib olunasizmi yoki yolg'iz? Yolg'iz. Xiyonat qilgan odam qaytib kelib kechirim so'rasa kechirasizmi haqidagi? Kechiraman, unutmayman hech qachon xiyonatini. Fikrlash ilohiy sovg'ami, baxtmi yoki kasallik? Yana bitta qaytarib oling. Fikrlash ilohiy sovg'ami, baxtmi yoki kasallik? Hozirgi kunda ilohiy sovg'a bu. Yomon xotiralar ko'proq yig'latadimi yoki yaxshi xotiralar? Yaxshisi. Yaxshisi. Bir so'z bilan erkak bu. Ishchi. Bolaligingiz yaxshimidi yo bolaligingizda yaxshimidingiz? Albatta bolaligim yaxshi edi. Vijdoningiz beradigan qaysi savolga javob berishga qiynalasiz? Endi ish bilan chalg'ib qoldingmi, otangni esdan chiqazib degan savol meni ezadi. Hayot mundarijasi hozirgi bo'limini nima deb atagan bo'lardingiz? O'zingdan keyingi avlodlarga jismoniy tarbiyaning qanchalik muhimligini, mas'uliyatini to'g'ri bajardi. Sizningcha yolg'izlik tanlovmi, taqdirmi? Tanlov. Tanlov. Yaxshilik qilgan odamga yomonlik qilganmisiz? Hech qachon. Pul topganingizda xursand bo'lasizmi, ishlatganingizdan? Ishlatganimda. Ish masalasida o'zingizga nisbatan advokatmisiz yoki prokuror? Prokuror. Sizni yaxshi ko'rishadimi yo sizdan foydalanishadimi? Hamma bir-biridan foydalanadi dunyoda. Va'da berib va'dasini bajarmaganlarni qamashganida necha yil o'tirardingiz? Menimcha sud zalidan chiqib ketardim. Odamlarni o'zgartirish kerakmi yoki boricha qabul qilib uzoqlashish kerak? Boricha qabul qilib uzoqlashaverish kerak. G'urursiz to'q qorinmi yo g'urur bilan ochlik? Albatta, g'urur bilan ochlik. Oxirgi marta qachon osmon uzoq, yer qattiq edi? O'sha qabrdan, otamni qabrlaridan tepaga chiqib, ko'mib birpas o'tirgandan keyin osmon uzoq, yer qattiq edi. Eng qattiq sog'inchingiz egasi kim? Otam. Do'stlar suvga o'xshaydi, hammasi ham iste'molga yaroqli emas. Zamzamingiz bormi? Bor.
Dushmaningiz bormi? Endi hammada dushman bo'lsa kerak, ko'pmanda ham. Qaysi va'dangiz uchun so'ralishdan qo'rqasiz? Ota-onangni ko'nglini og'ritgan kunlaring bormi? Mana shuni va'dalar deydi-ku. Katta odam bo'ldingizmi yo katta bo'ldingizmi? Katta bo'ldim. Qaysi masalada zo'r, qaysi masalada zo'rg'a yashayapsiz? Tushuntirish masalasida zo'rman. Aha. Shu tushuntirganlarimga so'kib negativlar yozadi-ku. Shunga nisbatan o'zimni bosib turishda zo'rg'a yashayman. Ishonchingizni hojatxonada bo'ylaydigan tanishlaringiz bormi? Yo'q, unaqasi yo'q. Odatda muammolarni o'zingiz yasaysiz yoki sovg'a qilishadimi? Muammolarni o'zi menimcha insonni o'zi yasab chiqadi hamma joyda. Bu hayot maktabida o'rganuvchi sifatida a'lochimisiz, ikkichimisiz? O'rta. O'rta. Siz bilan o'zini orasiga devor qurayotgan yaqiningizni ko'rsangiz, qurayotgan devorni buzish ko'rinasizmi yo g'isht uzatib turasizmi? Qo'shimcha ustalar ham chaqirib beraman. Eshagingiz loyidan o'tib o'zgargan paytingiz bo'lganmi? Hech qachon. Baxtli inson qanaqa bo'ladi desam, birinchi xayolingizga kim keladi? Internetni bilmaydigan inson. Baxtsiz bo'lishni tanlagan vaqtingiz ham bo'lganmi? Albatta. Baxtliman deyishingiz uchun nima yetmayapti? Albatta otam yetmayapti. Nima yetmayapti? Ha. Bugungi kundami? Aha. Hozir Endi sog'inchimni bosadigan tuyg'u yetmayapti. pul erkagini kosmetikasimi? 100%. O'tmishdagi siz hozirgi sizni ko'rsa faxrlanarmidi? Albatta faxrlanadi. Sizni sizchalik taniganimizda hurmat qilarmidik? Yo'q. Bu dunyoda nimaga kech qoldim deb o'ylaysiz? Otamni xizmatiga to'la to'kis bel bog'lashgan. Siz uchratgan dunyodagi eng yaxshi odam kim? Otam. Tug'ilganingiz eng ko'p kimga qimmatga tushgan? Hammaga tug'ilish o'ziga qimmatga tushadi. Bu dunyoga kelish o'zi qimmatga tushadi. Bolaligingizdagi birinchi muhabbatingiz hozir nechta bolasi bor? Shuni bilmas ekanman lekin. Xo'p, sandan umidim katta degan ishonchlarni oqladingizmi Ahad aka? Yarmini. Yarmini. Hammasi yozilyapti degan ishonch bu motivatsiyami yoki qo'rquv? Dunyo imtihonligini eslatma. Hayotingizdagi eng uzoq tun qaysi edi? Otamsiz o'tgan birinchi tun. Agar hozir vafot etsangiz, sizdan nima qoladi? Hech nima. Hech nima. Bugungi suhbat uchun sizga rahmat Ahad aka. Rahmat. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Salomat bo'ling. Choy beramiz. Loyiha homiysi Silver choylardan choy bor. Qorasi bor, ko'ki bor, o'zbekchilik. Bir choy ichganingizda duo qilib qo'yarsiz. Rahmat. Loyiha hamkori Qamar kitob do'konidan kitob taqdim etamiz. Bu siz taslim bo'lmadingiz-ku. Bu taslim bo'l degan kitob faqat bu sportga nisbatan emas. Ba'zi bir narsalar bor, ularni tan olib, ulardan voz kechish kerak rivojlanish. Albatta Bu o'sha haqida. qo'limdan o'sha haqida. kelgancha tushuntiraman insonlarga. Xo'p. Salomat bo'ling. Ijodlaringizga omad tilayman. Boyagi siz tanlagan savollar egasiga Qamar kitob hadya qiladi. Siz tilaklar yozib imzo qo'yib berasiz. Albatta. Agarda loyihamiz sizga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, bildirish tugmasini bosib qo'ying. Yangi suhbatlarimiz chiqqanida sizga xabar berib turadi. Bundan tashqari suhbatlarimiz davomida o'zingizni fikrlaringizni izohlarda qoldiring, muhokamalarda faol bo'ling. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizga rozimiz. Bundan tashqari kelasi suhbatlarimizda kimni mehmon sifatida taklif etishimizni istaysiz? Bu haqidagi fikrlaringizni ham kutib qolamiz. Agarda suhbatlarimiz sizga haqiqatdan ma'qul kelayotgan bo'lsa, Tirikchilik.uz sayti orqali donat o'tkazishingiz mumkin. Donatlar bizning kelasi suhbatlarimizni amalga oshirishda yordam bo'lishi mumkin.